Qani mehmonlar, choy ichgach o'tirsizlar. Tamoq hozirda ya bo'ladi. Obda. Qaranglar, o tarafdan bizning malning Kuchtingir Botir kelyapti. Bundaqmi to'g'ri kelish bo'lamdi? O tarafdan bizning malning aqlliq donishmani kelyapti. Rost deydi. Bu bola haqiqatan aqlli ham tadbirli. Shunlashib kishilar bu bolani Kuchtingirning Kuchtingiri deydi emasmi? To'g'ri. Nima? Kuchtingirning Kuchtingiri? Ashu shumtakmi? O shumtakning qaysi tarafi mendan kuchlikka? Aytinglarchi, u menda basli qovulmikan? Menda kuchlikmikan? Menga o'xshash bir xalq qo'noqdi, kuchmayli o'g'ziga otalamdikan. No'g'rizliq chilish musobaqasida yurt bo'yicha mendak botir otilibdikanmi? Ha? Sizlar endi aytib beqinglarchi, zodi kim haqiqiy kuchlikka? Tog'a. Ha? Nima? Siz o'z kuchingizning qanchalik ishkanligini mush naq maydonda ko'pchilikka bir ko'rsatib qo'ymamsiz. Shundaqda ko'pchilikmi zodi kimning haqiqiy kuchli ishkanligini obdan ayriya oladi. Nima? Sen shumtak baslish baqayli demakchimi? Bo'ladi. Deginingdek bo'lsin. Qandoq baslishimiz? Ayta. Qaysi tomni o'riytay, qaysi tarafni qo'miriytay. Bundoq buzg'unchilik qilishning hojati yo'q. Siz faqat mush qo'lyog'liqni 10 chamdam yiroqlikqa ota olsangizlar, biz sizning kuchlikligingizga haqiqiy ishni Bu qanchalik ishdi? Bu qo'lyog'liqni 10 chamdam emas, 100 chamdam yiroqlikqami tashlay olayman. Undoqda boshlaylik. Yig'ilib qolsang shig'limi amisa? Obdara qara. Mana otdim. Bu nima ish? 3 chamdam yiroqlikqami tushmabdi-ku. Yana bir atay. Nima ish bu? Qaranglar, ikki qitim aytibmi, 4-5 chamdamiyaga oralla otaladi. Altirab qochib ketishma. Yana bir qitim aytib, ko'zingni bir ichib qo'yay. Yoptir! Qaranglar, bu qitim yana otamidi. Yani şu 5-6 çamda bu. Neymiş şop ketdi bu? Tog'a, yana itib boqamsiz yoki? Bo'ldi, endi sen aytib baq. Men otammagan 10 çamda bu. Sening otalig'ingni bir ko'ray. Ma'qul amsa, men bir itib boqay. Qaranglar, haqiqatan aqlliq bola-da. Tog'a, men otdim amsa. Ota, qanchalik yiroqlikqa otalaysan qani? Barikallah. Az degandim-u. 15 chamdam otdi. Yaraysa, yashab ket. Qaranglar, bu bolaning Tog'a. belini ko'p bo'g'achqa bu polvonni yengib oldi. Bo'ldi. Men yengilligimga tanbadim. Sen haqiqatan Kuchtingirning Kuchtingiri, aqllarning aqli ekansan. Kishilarning seni maqtig'ini haqiqatan o'rinliqkan. Undoq demang tog'a. Men tex kichik, mening bilmaydiganlarim ko'p. Men yantixi nurg'un narsalarni o'rganishim kerak. Amsa, men qaytay tog'a. To'xta. Nimishdi tog'a? Ne varsan? Teximi ko'p bilim og'ili, maktabga boraman. Men demakchi, ig'ir ko'may menimi maktabga boshlab bo'lsang bo'pti-ku. Men bilim o'rganmoqchi edim. Bu mumkin bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Amsa biz mangayli. Xayr xo'sh ko'pchilik. Biz bilim o'rgangili ketdik. Beylik cho'ng birni yenga,
Bilimi çoğ mingni degan shu-da. Ha, bilim egallab mukammal odam bo'lib, Kushtungirning kushtungiri bo'laman. Shu chaqda biz yana baslashimiz jumo, ha? Buludu, albatta buludu.